Bu sun'iy intellekt bobomni yoshliklarini ko'rishimga yordam berdi. Siz ham qarindoshlaringizni eski va shikast etgan suratlarni olib, ularni o'tmishda hozirgi zamonaviy kameralar olganda qanday bo'lsa, shunday holatga keltirishingiz mumkin. Qilish ham qiyin emas. Shunchaki videoni oxirigacha ko'ring va harakatlarimni takrorlang. Bu videoda biz sizlar bilan eski rasmlarni rangli holatda restavratsiya qilishni o'rganamiz. Buning uchun biz Google Chrome'ga kira olamiz va VPN yoqamiz. Bizga VPN kerak bo'ladi. AQSh regionida VPN yoqib olasiz. Ushbu AI faqatgina AQSh regionida ishlaydi. Kirib, qidiruv bo'limiga AI'mizni yozamiz. LTX Studio. Mana chiqdi. Kiramiz. Xo'p, Start for free qilamiz. Sign in with Google orqali kirib olamiz. Shaxsiy hisobimizni ochib olganimizdan so'ng taxminiy mana shunaqangi interfeys paydo bo'ladi bizda. Biz bu yerdan Generate Image tugmasini bosamiz. Va bu yerdan o'zimizda bor rasmni yuklab olamiz. Va o'zimizda bor promptni yuklaymiz. Xo'p, rasmimizni yuklab olganimizdan so'ng o'zimizda bor promptni qo'yamiz va Generate tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, natija tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek sun'iy intellekt bizga 3 ta variant berdi. Bulardan yoqqanlarini yoki o'xshaganlarini olib bemalol ishlatishimiz mumkin. Siz ham uyingizda bor eski rasmlarni rangli holatga o'tkazib tiklab ko'ring va oila a'zolaringizni xursand qiling. Natijalarni ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishib, bizni ham belgilashni unutmang. Keyingi darsni ko'rish uchun ekranda chiqqan playlist ustiga bosing.